Afg'ondan tushgan-a? Nechunga? Anaqaga berdingiz. Sarvarga berdingiz. Hanga nechun? Ya Tursunga ham qo'yavering. Nechun sizga sog'liq yo'qolaylik. Sog'liq ko'p sizda oldi. Beraman. Onasi o. Otasi Mustaqim bo'lgan qiz bor. Nechun? Aziz qo'y, aziz sog'liqchilarga. Oling qilib bering, oling qilib bering qilib bo'lish kerak emasmidi o'zi? Ana yaxshi qo'chqorni, yaxshi qizni rizq qilish kerak deb joyga shu rizq qo'ymoqchi. Mana shu o'zi sog'liqchi. Beraman. Onasi arashan bo'lganda boshqa gaplashaveradi. Yoki to'g'risi. Bering oğlum, bereketsin desin. Bereket. Bering bu plan koyan çok da koy. Ben sizga yo'q deb olmayman. Bilaman, yo'q olmasingiz aka. Bering. Shuni bitta men yo'q. Men aytaman, o'zi bor o'zingda, lekin bitta Mustang qiz tursa, men deb sizlar hali tug'ilyapti aka. Mustang qizlari bor. Ertaga mehmonlik berdim. Ko'ramiz. Bering aka. Bu she'rsigandan olib chiqsam baraka topganda biz ham ushdan mazza qilib yuriydi. O'zi bezojirib o'tib ketib qolyapsiz. Hozir bezojirib shatton deb o'tib ketdingiz. Oldingda orqada olib kitib yuradi. Ko'ransan. Siz hali bu ko'z bilan tozalamaysiz. Hali tushiradi xudo xohlasa yaxshi. Bundan ham zo'rlar tushadi. Bering savdo bo'lib qolsin. Bo'ldi 1700 bo'ldi, 200 qo'shdim 500. Yo'q, bering. Aka gapini da. Qanchalik? Aka, bering shuni. Sizga ham qadar. Yo'q. Aka sizga menga pul qiziqamiz. Shunga olib beraman. Yo'q. Mahmudga bilmayman. Men aka sizni yaxshi bilaman. O'shancha qo'limni ushlamayman. Kimni qo'lini ushlashni yaxshi bilaman aka. Bitta bering, shu Mustang xizmat tursin. Sizga. Barakasini bersin. Mana. Alloh baraka bersin. Sotganga ham, olganga ham. 1700 dollar bo'ldi. Barakasini bersin aka. Alloh xayrli qilsin. Odil aka, Biz Botir akamiz qo'ralarida hozir savdo bo'ldi. Mustang qo'chqorlarining qizi Botir akamda Ilhomga 1700 dollarga baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini. Botir aka, Alloh barakasini bersin aka. O'zidan ko'proq xohlasa ikki tomonga ham barakat bo'lsin. Barakat bo'lsin, barakat bo'lsin. Sizlar qo'lasiz Mustang bolasi bo'lsin.